Yangi qurib bitkazilgan uyimizni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Qorasuv 6 da joylashgan bo'ladi va Sialkovskiyda deb esa ham bo'ladi. Uyimiz 3 sotudan iborat. Mana buni bitta ko'ringlar, fasadlari hozirgi paytdagi 2026-yil uchun 2026-yilda eng boshqacha tarzda qurilgan uyimiz bo'ladi. Bunaqa planirovkani uchinchi joyda ko'rmagansiz. Uyimiz ko'ryapsizmi? Haqiqatda boshqacha qilib qurilgan. Bu yerda yozgi basseynlar qilib ketilgan va o'zini barbekyu zonasi. Bu tomonimizda bitta mashina qo'yib qo'yish uchun zonamiz bo'ladi. Sizlarga bitta planirovkasini o'zimiz ko'rsatishga harakat qilamiz. Uyimiz endi remont ishlari uzog'i 1 hafta yoki 2 haftada bitadigan joyi bo'lib turibdi. Srochniy olib qolingmi, olib qoling, shu yangi uylardan birinchi bo'lib olib qoling deysiz, sizlarga bag'ishlanadi. Yuring. Hozirlarga birinchi qavatga sayohat qilamiz. Shunda kirganinglarda bizda qo'l qismi bo'ladi. Ko'rsanglar, bu yerda bemalol choy ichib o'tiradigan zonasi, bu yerda chikopli yasatiryapti. Endi xudo xolasa aytganimdek 1 haftalik ishimiz qoldi. Bu yerda endi chap tomonimizda bizda oshxona qismi bo'lib ketadi. Oshxona mebellari ham endi yig'ilyapti. Sizlarga bitta planirovkasini ko'rsatib ketaman-da. Sizlarga tepamizda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi va podvolimizga tushib ketadigan zonasi bo'ladi. Bu tomonimiz общий sanuzol bo'ladi. Birinchi qavat uchun va bu tomonimiz bizda общий birinchi qavat uchun, ota-onalar uchun yotoqxona va o'zlarining ichida sanuzol qilib ketilgan. Butini ko'ryapsizmi? Bu birinchi qavatda zal qismi bo'ladi. Mehmonlarni kutib oladigan zonasi. Mana bu tarkatlariga e'tibor bersanglar, bilan boshqacha qilib ketilgan, jigarrang rangdan qilib ketishgan. Uyimiz ko'rdinglar, o'zingizlarning ko'zinglar bilan, xudo xolasa narxi keladigan bo'lsa, narxi 450 ming dollar deb aytilyapti. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsa, past telefon nomerlar qoldirganman, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.